Qurilishda kerak bo'ladigan rodman, shpaklyovka, kafilniklar, xullas suxoy smes stanoklarini ko'rsatgani Qirg'izistonga kelganmiz. Qishda ham ish to'xtab qolmaydi. Mana undan bitta olsalaring, xudo xolasa, qumlarni quritib beradi. Bular yordamida bemalol ishlab chiqarishda hajmini yana ham ancha baravarga oshirsa bo'ladi. Biz bugun Qirg'iziston Jalolobodidamiz. Islom aka, bu stanoklar obyomi qanaqa, narxlari qanaqa bo'ladi? Aka, narxi 3,5 ming dollar. Hop. Soatiga 500 kilo, 600 kilogacha quritib bera oladi qumni. Soatiga 500-600 kilogacha qumlarni quritib beraveradi. Elab beradi, atrofdan oxirga chiqarib beradi. Aralar mana saralab berayotgan. Saralab beradi. Mana bu yerda o'sha saralangan bemalol o'sha ishlasa bo'laveradigan mahsulot qumimiz bu yoqda mana atxod ekan. Hop, buni narxi nech puldan tushadi aka? Boshlatganimiz 3,5 ming dollar aka. 3,5 ming dollardan. Hop, endi qumni qaranglar, quritib zo'r qilib Qurigan, elangan kafilniklar, inarimli ishlataveradi. Zo'r ekan. Endi buni nimada propanda yonyapti mana hozir? Bu hozir propanda yonyapti aka, atrobutga ham qilaveramiz. Ha, propanga ham atrobonga ham ishlaydigan qilib bersa bo'laveradi. Hop, xudo xolasa bunaqa stanoklar ham bor. Qumdan tashqari semichka, boshqa narligi nimalardan quritib beraveradi. Endi akalarimiz yana qum drobilkalari bor. Mana shundan chiqqan, elangan, tozalangan qumni bemalol o'zi maydalab un holatga keltirib tashlaydi. Aka, buni obyomi qanaqa? Obyomi aka 1 soat 1 tonna qum maydalab beradi. 1 soatiga 1 tonna. Bu narxi nech puldan to'g'ri keladi? Narxi aka 6,5 ming 7 ming dollarga to'g'ri keladi. Okey. Obyomini qizig'i yo'q. Aytgan obyomlarni yasab berishaveradi. Biz bugun o'sha suxoy smeslarni ishlab chiqaradigan katta mana shunaqa sexga kelganmiz. Bu yerda ko'rib turganlaringdek stanoklar bitta olishgan, yana qo'shimcha mana shunaqalar olishyapti. Akalarimizda nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqaveringlar, xudo xolasa. Olib borib, o'rnatib, agar mobodo bilmasalar, noldan o'sha o'rnatib, yurgizib, nimalarigacha beramiz. Retseptlarigacha ishlash jarayonlari qanaqa? Bo'ldi. Mana shu aloqaga chiqaverasiz, xudo xolasa.